Nurbek Andijan. Shuncha yil birga ko'ka bo'lib yurgan do'stlaring pulingni olib qo'ydimi? Bular seni sikmoqchi, Sardor, adabini ber. Ikkalasi olmasa kim oladi bu xonada? Boshqa hech kim chiqqani yo'q. Ko'proq onadan shubhalanyapman. Hey sen pidaras, şu Sardor Gangster de shuncha yil yurding. Qara, ko'tingni aytaryapti, seni o'g'ri qilyapti. Sardor, kim mendan ham shubha qilasanmi? Yo'q. Men seni bir so'm haqqing tugul, bir so'm ushog'ingga xiyonat qilgan bola emasman. Qo'ysenchi endi. Yoshi katta odamni ham mana o'g'riga chiqarishyapti, jannatim. Lekin sen juda do'zaxga o'xshayapsan, biladi. Sardorni bir narsa qilmasa ham bo'lmaydi. Aldash kerak endi, yeb qo'ydik bo'xti. Aylanib ketay. Bittang eng yaqin do'stim, bittang akam. Shuncha yildan beri, 5 yildan beri bir-birimizga ikkilik qilmaganmiz. Ikkalaydan ham boshqasi xonada bo'lmagan. Ammang nomiga sizga yo sen olgansan, yoki xolangni ko'ttiga sizga sen olgansan. Do'p, agar menga ishonmasang shu pulingni men o'zim to'labman. Qanaqa pul haqida gapiryapsan? Kerak bo'lsa sendan meni pulim ko'p-ku. Bilat, to'ta Sardor, noto'g'ri ish qilyapsan. Men olganim yo'qman. Butun uydagilarim ham, onam ham hamma uxlamasdan xavotir o'tibdi, duo qilyapti. Haqiqat illoki o'rtaga chiqadi. Ana o'shanda ko'ramiz. Voy to'tax. Ko'z yoshlaringga qo'tag'im. Shaytonlar ham xuyni o'p oldi seni oldingda. Olding $10,000 to'tax.